Shamollashda antibiotikni palapartish qo'llaydigan onajonlar, bu video siz uchun. Kasallikning 3-4 kuni bolajonga umumiy qon tahlili topshiramiz. Natijada u yerda leykositlar, umumiy leykositlar norma yoki biroz oshgan. Limfositlar oshgan. Neytrofillar norma yoki normadan pasaygan. Eritrositlar cho'kish tezligi norma yoki biroz oshgan. Bu virusli infeksiyani bildiradi va antibiotik zarur emas. Bakterial infeksiyada nima bo'ladi? Leykositlar juda ham oshib ketgan, limfositlar oshmagan, norma yoki normadan pasaygan, neytrofillar oshib ketgan, eritrositlar cho'kish tezligi oshib ketgan bo'ladi. Bu bakterial infeksiyani bildirib, antibiotik berish zarur. Ba'zan umumiy qon tahlili nisbiy bo'ladi va yetarli bo'lmaydi. Unaqa vaqtida prokalsitanin analizi topshiramiz. Prokalsitanin virusli infeksiyada norma bo'ladi. Bakterial infeksiyada juda ham oshib ketgan bo'ladi. 0,5 nanogram millilitrdan oshgan bo'ladi. Shamollashda nafas yo'llari infeksiyalarining 95% viruslar sababli chaqariladi. Qolgan 5% bakteriyalar yoki zamburug'lar bo'lishi mumkin. Shu sababli antibiotik berishdan oldin albatta umumiy qon tahlili yoki prokalsitaninni tekshirib ko'rish kerak. Foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni unutmang.